Bilasizmi, pulli kurslarni nima eng ko'p sotishga yordam beradi? Bu albatta bepul kurslar. Va agar siz o'z kursiga ega bo'lgan ekspert, onlayn maktab egasi yoki o'quv markazingiz bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki biz video davomida 10 daqiqa ichida bepul kurslar orqali pulli kurslarni sotuvlarini oshirish strategiyasini tahlil qilamiz va oxirida siz bilib olasiz qanday qilib siz bu strategiyani o'zingizga joriy qilishingiz mumkinligini. Mavzuni shundan boshlamoqchi edimki, ko'pchilik qanaqadir bepul kurs yoki material qilishga qo'rqadi. Chunki ular o'ylashadiki, men hamma bilimlarimni bepul berib yuboraman, uni bepul bo'lgani uchun hech kim qadrlamaydi, keyinchalik meni mahsulotlarimni sotib olishmaydi deb. Lekin aslini olganda dunyoviy misollarni oladigan bo'lsak, aynan bepul kurs orqali sotuvlar oshiriladi. Keyin o'sha misolni ko'rib chiqamiz. Bu odamning ismi Alex Hormozi. Bu dunyodagi eng boy ekspert deb aytsak bo'ladi, chunki u o'z mahsulotlarini, kurslarini millionlab dollarlarga sotuv qiladi. Siz balki uning kitoblarini bilishingiz mumkindir. 100 million dollar offers, 100 million dollar leads va boshqa yana qadar materiallarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Va Alex Hormozi uni pulli kurslardan tashqari juda ham ko'p bepul materiallar qiladi. Juda ham ko'p bepul videolar qiladi. Masalan, uni acquisition.com degan sayti bor. Pastda havola qoldirib ketaman. O'sha link bo'yicha o'tasiz va hammasini o'zingiz ko'rib, test qilib olishingiz ham mumkin. Uning ichida xuddi shunaqa kurslar bor. Mutlaqo bepul bo'lgan kurslar. Money models, offer, leads va boshqa soha yoki boshqa mavzular haqida mutlaqo bepul bo'lgan kurslar mavjud. Va hozir biz sizga qanaqa qilib mana shu bepul kurslar orqali pulli kurslaringizni sotishni ko'rib chiqamiz. Boshlashimizdan oldin keling ozgina tanishib olsak, nimaga men o'zi bu mavzu haqida gapirmoqman. Ismim Abdulaziz, Exot onlayn ta'lim platformasining a'zosi bo'laman va ushbu onlayn ta'lim platformasining ichida 100 dan ortiq ekspertlar o'z kurslarini yuritishadi va har doim biz mana shu ekspertlarni, onlayn maktablarni tajribasini o'rganib boramiz. Ular qanday qilib o'z kurslarini 1 milliarddan ortiq summalarga sotishadi, qanday tizim yuritishadi, qanday voronkalar ishlatishadi va qanday qilib sotuv qilishlarini hammasini ko'rib turamiz. Va aynan shuning uchun ushbu bugungi videodagi strategiya bu eng effektiv bo'lgan, eng zo'r bo'lgan strategiya va aynan shuning uchun biz sizga ushbu videoni qilishga qaror qildik. Shuning uchun keling mavzuga qaytamiz. Ko'pchilik ekspertlarning ularning sotuv voronkasi, ya'ni sotish usuli qanday bo'ladi va bu asosiy muammo. Birinchi bo'lib ko'pchilik trafik olib keladi, ya'ni kontent orqali yoki target orqali yoki Telegram kanallar orqali qandaydir qilib odamlarni o'ziga jalb qiladi va ular o'sha kelgan odamlarga sirazu sotishga harakat qilishadi. Ya'ni odam keldi, kursimni sotib oling deb. Va shuning uchun ham aynan xuddi shunaqa voronka bo'lgani uchun sotuv kam. Nimaga? Bu muammo o'zi nimada? Ya'ni siz sovuq auditoriyaga qimmat narsani sotmoqchisiz. Ular esa hali sizni tanishmaydi, sizni yaxshi bilishmaydi, sizga ishonchi hosil bo'lmagan. Ularni kursingizni tushunishga vaqti bo'lmadi. O'zi kursingiz ularga kerakmi, yo'qmi? Ular qanaqadir kursingizda qanaqadir qiymat bormi, yo'qmi? Bu o'zi nima? Ya'ni u hali hech qanaqa ma'lumot olgani yo'q sizdan va siz unga sotmoqchisiz. Unaqa bo'lmaydi, unaqa ishlamaydi va ko'pchilik hayron bo'ladi. Qanaqa qilib meni kurslarim sotilmayapti? Men reklama beryapman, targetologga pul to'layapman, sotuv menejerlarimiz bor, lekin pul yo'q. Va shu yerda albatta eng muhim bo'lgan, kerak bo'lgan narsa bu voronka. Va ushbu voronka bugungi bu lead magnet orqali qilinadigan. Lead magnet degani bu bepul kurs. Va endilikda tajribali, eng ko'p sotuv qiladigan ekspertlar nima qilishini keling ko'rib chiqamiz. Ular kimgadir sotishdan oldin ushbu narsalarni ko'rsatishadi. Ekspertligini, o'zini qadriyatlarini, кейslarini, o'quvchilarini o'ziv natijalarini, o'z kursini metodologiyasini, o'z uslubini va qanday nuqtaga olib borishi mumkinligini. Va agar biz o'sha Alex Hormozini kurslariga qaytib keladigan bo'lsak, mana hamma ushbu bepul video darslarni, bepul materiallarni ko'rganimizda biz hammasini ko'rib boramiz. Ya'ni bu odam qanaqa qilib o'z kurslarini yuritadi. Bu odam qanaqa ma'lumot berishi mumkin. Bu odam qanaqa natijaga siz olib borishi mumkin. Va ko'pchilik kallasida o'ylaydi, agar bepulga shunaqa ma'lumot berayotgan bo'lsa, tasavvur qiling, pulli ma'lumotlari qanaqa bo'lar ekan deb o'ylashadi. Va shuning uchun ham ko'pchilik bepul nimadir ko'rgandan keyingina pulli narsalarni sotib olishadi. Chunki ularga test drive kerak. Siz o'ylashingiz mumkin, bu Amerikada shunaqa ishlaydi, bizda esa ko'pchilik bepul materiallar oladi-da, ketib yuboradi deb. Va aynan shu holatga sizga O'zbekistondagi bo'lgan keysni ko'rsatmoqchiman. O'zbekistonda ushbu strategiyani kim eng zo'r ishlatishini. Va bu Qadam raqamli kasblar universiteti. Va ko'rishingiz mumkinki, Qadamni maktabida turli kurslar mavjud. Kurslar soni 20 ta. Ular sun'iy intellekt bo'yicha, buxgalteriya bo'yicha, data analitika, SMM, target va juda ham ko'plab yana boshqa sohalar bo'yicha kurslari bor. Va ozgina pastga tushadigan bo'lsak, bu ularning maktabining katalogi, ya'ni katalogning ichida qanaqa kurslar borligi. Va ahamiyat bering. Sun'iy intellekt 0 dan ekspertgacha. Bu pulli kurs. Sun'iy intellekt start, bepul kurs.
buxgalteriya start, bepul kurs, buxgalteriya noldan balansgacha va hamma kursda Uzu Market, Yandex, Prompt Master, Data Analitika va ko'rishingiz mumkin. Har bir kursda yonida pulli kurs turibdi, masalan, yangi kurs yoki mana yangi kurs, pulli kurs turibdi va uni yonida bepul kurs turibdi. Va qadam aynan ushbu strategiyani ishlatishni boshlagandan keyin ularning sotuvlari umuman stratosferaga uchib ketdi. Nimaga bu ish berdi? Keling, buni tahlil qilamiz aynan qadamning misolida. Birinchi punktni oladigan bo'lsak, bu potensial mijoz uchun o'zini birinchi qadamini qilish oson. Ya'ni, agar men potensial mijoz bo'ladigan bo'lsam, men bitada ularni pulli qimmat bo'lgan kurslarni sotib olishim shart emas. Men bepulga, bemalol ular bilan, ularning ekspertlari bilan, ularning metodologiyasi, uslubi bilan va materiallari bilan tanishib chiqishim mumkin. Pulli materiallari bilan emas, ya'ni programma, boshqa o'sha bepul video darslar orqali hammasini bilib olishim mumkin. Ya'ni birinchi qadam qilayotganda sizdan 5 million, 10 million so'rashmaydi hech kim. Birinchi qadam har doim bepul. Siz o'sha voronkaga tushib olishingiz uchun, siz ular bilan muloqotni boshlashingiz uchun. Yoki men endi muloqotni boshlayotganda menga 10 million deb aytishsa, bilmadim. Ya'ni menda qiymat yetishmayapti. Shuning uchun birinchi qadamni qilish juda ham oson bo'lishi kerak. Muloqotga chiqish. Ikkinchisi o'sha aytganimizdek, ustozlar va maktabni o'ziga ishonch yaratiladi. Keyingisi xarid qilish qo'rquvini kamaytiradi. Aytib o'tganimdek, birinchi marta siz kelayotganingizda qanaqadir qo'rquv bor. Lekin siz ular bilan tanishganingizdan keyin, ularga ishonch hosil qilganingizdan keyin esa sizni qo'rquvlaringiz sal kamayadi. Chunki aytib o'tganimdek, o'ylaysiz, agar bular bepulga bunaqa zo'r ma'lumot berishsa, pulliga demak undan ham zo'r bo'ladi deb. Sizni o'quv kurslaringizni formatini ko'rsatadi. Ya'ni o'quvchi sizdan nima kutish kerakligini biladi va o'shanga u orientir qanaqadir olishi mumkin. Va eng muhim tarafi marketing haqida gapiradigan bo'lsak, potensial mijozlar sizni bazangizga tushadi. Bazaga qanaqa qilib tushadi deydigan bo'lsak, buni alohida tizimi bor. Aytaylik, odamlar o'sha qadamni targetini ko'rib qoldi. Targetini yoki Instagramda reelslarini ko'rib qoldi. Ular qayerga tushadi, qayerga borishadi? Shunaqa mini landing mavjud. Bu umumiy tizimning bir qismi, bu qanaqadir tildada qilinadigan landing emas, bu aynan maxsus sayt. Ushbu maxsus saytga tushadi va ko'rishingiz mumkinki, bu yerda nima bor? O'sha bepul kursni nomi, tavsifi, matnli promo rolik, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin, 46 sekund ichida odam o'sha 1 minutda rolikni ko'rib chiqadi va o'zi uchun tushunib oladi, nimaga ushbu bepul kursni o'tish mumkinligi. Bu tarafida ko'rishingiz mumkin, 3 ta dars bepulligi ko'rinyapti. Ya'ni mana shu 3 ta darsni men o'rganar ekanman deb 14 minut, 20 minut, 21 minut. Yana pastroqga tushadigan bo'lsak, mana shu videoni pastga tushadigan bo'lsak, savollarga javob beramiz. Ya'ni ko'p beriladigan savollar. Kurs o'tish uchun nima kerak? Uzun bozori bilan hech qachon ishlamaganman. Kurs menga mos keladimi? Platforma uchun o'quv rejasi qanday? Ya'ni qanaqa o'zi o'quv rejasi bo'ladi va hammasiga mana shu plyusni bosadigan bo'lsak, savollarga javoblar chiqadi. Va yana bir zo'r tarafi talabalarning sharhlari. Bu talabalarning o'zlarining akkaunti, agar kimdadir shubha bo'ladigan bo'lsa, akkauntga kirib, qanaqadir ko'rishi mumkin. Bu haqiqiy odam, prosta kimdir marketing tarafdan saytga mana otziv deb yozib qo'ygani yo'q. Bu haqiqiy odamlarning otzivlari. Mana shu otzivlarni o'qib chiqishlari mumkin, savollarga javob berishi mumkin va aytib o'tganimizdek, bu bepul kurs. Bu hali bepul kurs, pulliga emas. Endi qanaqa qilib ushbu bepul kursni odam boshlaydi? Mana o'qishni boshlash degan tugma bor. O'qishni boshlash degan tugmani odam bossa, u bitta dona faqat qadam qilish kerak, bitta narsa qilish kerak. Telefon raqami orqali mana shu saytda registratsiya qilish kerak. Va telefon raqamini odam yozib, registratsiya qilganida esa qadamning bazasiga ushbu telefon raqam va odamning ismi tushib keladi. Va endi qadamning menejerlari bilishi mumkin, mana shunaqa odam ushbu bepul kursga yozildi deb. Mana aytaylik, odam 3 ta kursni, 3 ta darsni, ya'ni ko'rib chiqdi. Undan keyin nima bo'ladi? O'quvchi bepul kursni o'tgandan keyin sotuv menejeri aloqaga chiqadi va qanaqadir maxsus offer beradi. Aytaylik, siz mana bepul kursni o'tibsiz. Qanaqa taassurotlaringiz, nima yoqdi, nima yoqmadi, qanaqa o'zi fikrlaringiz bor. Endi sotuv menejeri sotishni boshlaydi va eng muhimi maxsus offer beradi. Bu nima degani? Qanaqadir aytaylik, agar bir hafta ichida siz pulli kursimizni sotib oladigan bo'lsangiz, mana shu bir haftaning ichida sizga aytaylik 15% chegirma bor, chunki siz bizani oldin bepul kursimizni o'tgansiz deb. Va endi ko'rishimiz mumkinki, odam ushbu bepul kursni o'tdi, potensial mijoz ushbu bepul kursni o'tdi, qadam haqida batafsil ma'lumotni oldi, o'quvchilarning otzivlarini ko'rdi, o'zi darslarni o'qib chiqdi, qanaqadir natija qanaqa bo'lishini bildi, ustozlarga ishondi va endi unga chegirma berishyapti. Va yana unda shotiki 7 kunning ichida qilish kerak deb. Albatta qo'rquv kamayadi va albatta xohish ko'payadi sotib olish uchun. Va shuning uchun endi voronkamiz qanaqa ishlaydi? Aytganimizdek, trafik, ya'ni qattandir har doim siz trafik olib kelishingiz kerak, to'g'rimi? Target orqali, blogerlar orqali, Telegram, kontent va boshqa orqali qattandir trafik olib kelasiz. Hamma joydan olib kelganingiz yaxshi. Odamlar boyagi mini landingga tushyapti. Shu joyga tushdi.
registratsiya qildi. O'sha bepul kursga registratsiya qildi. Sizni bazangizga tushdi. O'quvchi o'qiyotganida unga sizga ishonch hosil qildi, sizni kursingizga, ekspertlaringizga va hokazo maxsus offer berildi va keyingina sotuv qilindi. Albatta, bu yerda sizga qanaqadir vaqt kerak. Ya'ni bir kun bo'ladigan narsa emas, bir kunning o'zida odam sotib olib ketmaydi. Lekin agar siz buni qilmasangiz ham baribir odam sotib olmaydi. Aytaylik bir haftada sotib qo'ygan yaxshimi yo umuman sotib qilmagan yaxshimi? Xulosa sizda. Endi bizani xulosamizga kelib chiqadigan bo'lsak, qanaqa xulosa qilishimiz mumkin? Birinchi navbatda bepul kurs qilishdan qo'rqmaslik va eng muhimi erinmaslik. Chunki bu sizga rostdan ham sotuv olib keladi. Keyinchalik sizni o'zingizni bazingiz bo'ladi. Aytaylik, odam hozir sotuv qilmagan bo'lsa ham, lekin kelajakda u qanaqadir boshqa kursingizni yoki ushbu kursingizni sotib olishi mumkin. Balki puli yetmayotgandir, u pul yig'ayotgan bo'lishi ham mumkin yoki sal keyinroq unga kerak bo'lishi mumkin kurs va hokazo. Va eng muhimi, ushbu hamma narsalarni sozlash uchun sizga to'g'ri tizim bo'lishi kerak. Chunki boyagi ko'rsatgan saytlarimni o'sha tizimlarni aytadigan bo'lsak, buni hammasini siz o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, bu albatta juda ham qiyin jarayon bo'lishi mumkin. Va aynan hozir hamma aytib berganimdan keyin siz o'ylashingiz mumkin, mana shu hamma tizimlarni qilish kerak ekan, qanaqadir sayt qilish kerak ekan, qanaqadir baza qilish kerak, hammasini voy deb erinib qolishingiz ham mumkin. Lekin hozir sizga ushbu tizimni qanaqa sozlash mumkinligini ham ko'rsataman. Ya'ni siz o'zingiz sozlashingiz ham shart emas. Nimaga? Chunki boshida aytib o'tganimdek, Exot platformasida, onlayn ta'lim platformasida barcha jarayonlarni yuritish mumkin. O'zbekistondagi kurslar yuritish uchun birinchi raqamli platforma hisoblanadi, chunki siz o'sha to'lovlarni qabul qilish, darslarni yaratish, amaliyotni yaratish, o'zingizni bazangizni qurish, mana shunaqa zo'r varonkalar qilish va analitika va juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud va narxi ham umuman qimmat emas. Ko'pchilik o'zimni saytimni qilaman deydi yoki boshqa joyda qilaman deydi. Juda ham ko'p pulga tushib ketadi. Bizda esa narxlar juda ham qulay. Pastda saytimizga havola qoldiraman. O'zingiz hammasini tanishib chiqishingiz mumkin, ko'rib chiqishingiz ham mumkin. Va endi siz bilmoqchisiz, men o'zimni kursimni bu yerda qanaqa qilib yuritishim mumkin deb, mana shu varonkani qilmoqchiman, bu varonkani qanaqa qilishim mumkin deydigan bo'lsangiz, albatta siz bizani mana shu Exot Biz Support qo'llab-quvvatlash markazimizga Telegramdan masalan murojaat qilasiz va biz sizga mana hozir mana shu ko'rgan videoyingizdagidek, lekin onlayn miting o'tkazib, siz bilan hammasini ko'rsatib chiqamiz. Boshqa keyslar ham bor. Sizni yo'nalishingizda, sizni kursingizda bu qanaqa ishlatish mumkin, qanaqa adaptatsiya qilish mumkin, hammasini bizga birga ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz. Barcha ma'lumotni beramiz. Shuning uchun murojaat qilishingiz mumkin. Va endi kommentariyada albatta yozib qoldiring, qanchalik bu ma'lumot, qanchalik bu strategiya sizga foydali bo'ldi va barcha o'sha pastda qoldirilgan linklardan o'tishingiz mumkin. Kuningiz xayrli o'tsin.